Assalomu alaykum. Ushbu videoda Odoo tizimida ishlab chiqarilgan two-step warehouse transfer modulini ishlash mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bu modul inventory, ya'ni ombor tizimi ichida omborlararo mahsulot ko'chirishni yanada qulaylashtiradi. Videomizda biz 3 xil ssenariy bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchisi mahsulot kam kelishi, ya'ni shortage, ikkinchisi mahsulot ko'p kelishi, over receive va uchinchisi mahsulotni aniq, ya'ni to'g'ri miqdorda kelishi. Unda boshladik. Inventory moduliga kirib olamiz. Yuqoridagi menyudan Operations bo'limiga o'tib, Two-step warehouse transfers bo'limini tanlaymiz va yuqori burchakdagi New tugmasini bosamiz. Va u yerda yangi transfer yaratishimiz kerak. Source warehouse ga Toshkent tanladim, ya'ni chiqib ketish, va Destination warehouse, ya'ni yetib borish, dostavkani yetkazib borish Samarqand tanlaymiz o'zimiz xohlagan bo'yicha va Add line tugmasini bosib, mahsulot ro'yxatini mahsulot ko'proq yoki kamroq nechta bo'lsa ham qo'shasiz. Men hozir bitta mahsulot bo'yicha ko'rib chiqmoqchiman va miqdorini 10 ta qilib belgiladim. Qancha chiqazayotganiga qarab belgilash mumkin bo'ladi. Va confirm tugmasini bosamiz va bu orqali tasdiqlaymiz. Va yuqoridagi Smart button, ya'ni aqlli tugmachalar orqali outgoing picking ga bosamiz va u yerdan validate tugmasini bosamiz, ya'ni 10 ta mahsulot chiqib ketdi. Endi qabul qilib olish. Mahsulot transferimizga qaytamiz va u yerda incoming picking degan aqlli tugmachani ustiga bosamiz. Va u yerda details qismida miqdori endi 10 ta emas, 9 ta yetib keldi qilib kirgizib qo'yamiz. Ya'ni kam kelib qoldi. Va yuqoridagi validate tugmasini bossak, tizim bizdan back order yaratishni so'raydi. Ha, back order yarataman uni bossangiz bo'ladi yoki back order, ya'ni qaytarish keltirish shart emas. Shuning uchun no back orderni tanlaymiz. Va asosiy transferga qaytadigan bo'lsak, discrepancy, ya'ni farq qismida bitta farq borligini, bitta kam borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va endi mahsulotda ko'p kelib qolishi. New tugmasini bosamiz. Toshkentdan Samarqandga yana bitta transfer yaratamiz. Mahsulotni tanlaymiz va demand miqdorini bitta deb yozamiz va tasdiqlaymiz. Confirm tugmasini bosamiz. Yuqoridagi outgoing picking da bitta mahsulotni tanlaymiz. Incoming picking ga o'tamiz, ya'ni outgoing picking bu chiqarib yuborish va incoming qabul qilib olish. O'tamiz va details qismida miqdorini bir o'rniga 2 deb o'zgartiramiz, ya'ni ko'p kelib qoldi. Va u yerda validate, ya'ni tasdiqlash tugmasini bosganimizda tizim over receive detected ogohlantiradi, ya'ni ko'p kelib qoldi deb bizani ogohlantiradi. Bu yerda accept all, ya'ni system will reconcile via inventory adjustment tanlovini tanlasak va confirmni bosamiz. Ya'ni hammasini accept qabul qilib va transfer sahifasiga qaytganimizda reconcile anomalies tugmasi bosamiz. Va my books will react ni tanlab confirm decision ni bosamiz. Farq bartaraf etiladi. Va endi uchinchisi to'g'ri miqdorda kelishini ko'rib chiqamiz. Va new tugmasini bosamiz, transfer yaratamiz. Office chair black ni tanladim. Bu mahsulotni tanlab oldim va diamond qilib 5 kiritamiz, ya'ni 5 ta. Va confirmni bosamiz, ya'ni tasdiqlaymiz. Outgoing picking ga o'tamiz. Bu yerda 5 ta mahsulotni tanlaymiz. Qabul qilish. Incoming picking ga o'tamiz. Miqdori yana 5 deb qoldiramiz. Va validate ni bosamiz. Ya'ni 5 ta chiqazib yuborildi va 5 ta qabul qilib olindi. Va tasdiqlashni bosganimizda natijalar hech qanday ошибка chiqazmasdan down holatiga o'tadi. Va ko'rishingiz mumkin, discrepancy, ya'ni farq qismi 0 ga teng bo'ladi. Shu bilan 2 bosqichli onboard transferi, ya'ni two-step transfer, two-step warehouse transfer jarayonini yakunladik. Ko'rib turganingizdek, tizim har qanaqa farqlarni, kam yoki ko'p kelishini yoki umuman to'g'ri kelishini aniqlaydi. U sizga to'g'ridan to'g'ri imkonni beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.